Mana ko'rib turibsizlar, dunyo notinch. Shundan foydalanib, xalqni naqd puldan foydalanishiga chek qo'yishimiz kerak. Hammani banka karta ishlatadigan qilib qo'yishimiz kerak. Fursatdan foydalangan holda hammani diqqati urushda hozir. Hozir juda zo'r vaqt. Shundan foydalangan holda xalqni bankart ishlatishiga o'rgatib olishimiz kerak. Og'a, bu O'zbekiston so'mi konstitutsiya bilan himoyalangan-ku. Qo'ysangizchi, hozir yangi O'zbekistonda konstitutsiya qoldimi? Hozir qaror bor ikki labda o'rtasida. Xalq ham hozir ovoz chiqara olmaydi. Dunyo notinch, bizda musaffo osmon tinchlik bor deb jimgina ko'nikib ketadi. Bitta yarimta bloger yoki muxoliflardan birortasi chiqib gapirishi mumkin. Shunga Rishala xonimga aytamiz. Ular trollarga va saroy mullalariga buyruq beradilar. Keyin ular chiqib bizga qarshi chiqqanlarni vatan xoini deb sayraydi. Trollar va saroy mullalari xalqni ham chalg'itib turadi. Biz o'zaro kelishgan holda qaror qabul qilib, majburiy qilib qo'yamiz. Bank kartlarga foydalanish uchun yillik xizmat to'lovi olamiz. Keyin yana hisobdan hisobga pul yuborishdan ham komissiya olamiz. Hatto o'zini naqd pulini hisobiga yuklashiga ham 3% komissiya olamiz. Havodan soqqa qilishni zo'r uslubi bu. Xo'sh, sizning fikringiz qanday? Bu uslub bilan soqqa qilsak mazza bo'ladimi? Ha, soqqa qilishni dodasi bo'ladi. Hatto har bir hisobga majburiy sug'urta ham qildirish kerak. Hisobingizdan pul o'g'irlanishi mumkin yoki digital atakalar bo'lishiga qarshi bank sizni himoya qiladi deb. Xalq so'ramaydimi? Bank har bir kishining hisobiga ham sug'urta oladimi deb. Unda bankning vazifasi nima deyishmaydimi? So'rasa so'rasin, bizga nima? Ularni jim qilish Rishala xonimning ishi. Rishala xonim o'rtoq Baranovni xafa qila olmaydilar. Ha, Rishala hal qiladi. Uni trollari bor va yana saroy mullalarini ham ishga soladi. Bank o'zimizni bank deydi mulavvatcha. Bank ham pul ham o'zimizniki. Bankni rivojlantirishimiz kerak deydi. Juma ma'ruzalar o'rniga shunaqa gaplar bilan ma'ruza qiladi. Yaxshi baxtimizga saroy mullalari bor. Biz nima qilsak ham bizlarni oqlab yuradi. Bular bor bo'laversin. Mana 10 yildan beri o'rtoq Baranovning qarindoshlari yangi O'zbekistonni boshqarmoqda. Kim nimani so'rayapti? O'rtoq Baranovni va qarindoshlari boshqarayotgan yangi O'zbekistonda fursatdan foydalanib qolish kerak. Zapravka va davlat idoralarida naqd pul o'tmaydigan qilib ishni shu yerdan boshlashimiz kerak. Keyin 1-2 oyda qolgan joylarda ham naqd pul o'tkazmaydigan qilib qo'yamiz. Shu yo'l bilan xalqni bo'ysundiramiz. Ishmatov og'a, sizni Britaniyaga Birmingham universitetida o'qigan deyshadi. Siz o'sha yerda o'rgandingizmi bu ishlarni? Hozirda yangi O'zbekiston markazi bankni boshlig'isiz. Shu ishlarni yaxshi bilganingiz uchunmi sizni boshliq qilib qo'yishdi? Ha, yo'g'i, u yerda bunaqa ishlarni qila olmaysiz. Men bu ishlarni mana bu o'rtoq Baranovni bir mashhur qarindoshidan o'rganganman. Ha, bizdek oila va qarindoshlarimizdek insonlar yangi O'zbekistonda boshqa yo'q. Hatto dunyoda yo'q. Ha, xuddi shunday. O'rtoq Baranov biz bilan birga ekan, bizga yangi O'zbekistonda hech kimni tishi o'tmaydi. Shunga fursatdan foydalanib soqqani qilishimiz kerak. Keyin sekingina surish kerak Dubayga yoki Pattayagami. Og'a, lekin xalq bilib qolsa yaxshi bo'lmaydi. Xalq pulni qiynalib topadi. Xalq oyoqqa turib ketishi mumkin bilib qolsa. Xalqmi? Xalq bilib qolsa deysanmi? Bu xalq bizni kirli ishlarimizni birorta bloger yoki muxolif olib chiqsa, ko'rib bir dona like bosa olmaydi. Axir ular uxlayapti-ku. Xuddi deputatlarni senatda uxlab o'tirgandek. 35 yildan beri uyquda bular.